Assalomu alaykum, O'zbekiston tarixi telekanalining qadrli muxlislari, qadriyatlari beshigi ko'rsatuv ijodkorlari hali ham Namangan viloyatida va biz bugun ayni paytda chust hunarmandlarini izlab kelganimizda yo'lda mana bu reklama bannerini ko'rdik. Chust pichoqlari hamda do'ppilar deb yozib qo'yilgan. Albatta chustga kelganimizda uning qadimiy pichoqchilik san'atini tasvirga olmasdan ilojimiz yo'q. Keling, hozir biz mana shu pichoqlarning o'sha ustasi bilan gaplashamiz, suhbatlashamiz. Demak, jarayon qiziq bo'ladi. Ketdik. Ochiqni aytsak, ayollar, qizlar pichoqlarni faqatgina o'tkirligi va o'sha mahsulotlarni to'g'rashiga qiziqishadi. Shuning uchun ham mana bu pichoqni olib men qani qulaymikin oshxonada ishlatishga dedim-u, lekin bu pichoqlar adashmasam sovg'abob buyumlar. Agar siz ham yaqinlaringizni yodida qolishni xohlasangiz, ularni xursand qilishni xohlasangiz, mana shunday sovg'alarni, sovg'abob pichoqlarni albatta chustga kelganingizda xarid qiling. Agar bu oshxonada ishlatsa bo'lsa, nur ustiga a'lo nur. Namangan viloyatining Chust tumani azaldan hunarmandlar hududi bo'lgan. Bu yerlik hunarmandlar, ayniqsa pichoqchi ustalar, do'ppi-do'stlar nafaqat yurtimiz, balki dunyo hunarmandchiligida o'z o'rniga ega bo'lgan. Biz to'xtagan mo'jazgina do'konda chust pichoqchiligining nodir namunalari jam bo'lgan ekan. Assalomu alaykum. Assalom. Yaxshimisiz? Charchab qolmayapsizmi? Xayrli kun tilaymiz. Yaxshisizmi? Rahmat. Bu pichoqlarni kim yasagan? Men, o'g'lim, nabiralarim, shogirdlar bor. Shu menga osh pichoq kerak edi. Sabzilarni chiroyli qilib, yaxshi qilib to'g'rashga bir qulay bo'lgan oshxona uchun tanlab bera olasiz o'zingiz ham? Xolos. Qaysi pichoqlarni tavsiya qilasiz oshxonada ayollar uchun ishlatishga? Mana bu pichog'imiz ayollar uchun yengil, Juda ham ixcham. Nazarimda meni ko'zimga mana bu yaltiroq pichoqlar o'tkirroqdek ko'rinyapti, lekin bular ham undan qolishmasa kerak. Bu qora pichoqlar materiallari yaxshi, qayroqqa yaxshi o'tiradi. O'shaning hisobiga bu o'tkirroq bo'ladi. Buni dastasi endi har xil narsadan yasaymiz-da. Bularniki suyakdan. Juda yorma qilib, mana yonidan unaqa qilingan. Bu yorma pichoq deymiz buni asli. Mana mixlangan, 3 ta mixi bor. Ustiga qoplaganmiz suyagi. Tushunarli. Demak, har bir pichoqning o'ziga xos tomonlari bor ekanda. Shunaqa. Endi biz o'z ustoz aslida O'zbekiston tarix telekanalidan hunarmandlarni tasvirga olib yurgandik. Sizni pichoqlaringizni ko'rib mana hozir eshitib buni albatta buni sirlarini, pichoqchilikni bu yerda qanchalik yaxshi tarqalganini, umuman pichoqchilik haqida siz bilan birozgina suhbat qilsak, yo'q demasangiz xursand bo'lardik. Xudo xolasa, mayli, qo'ldan kelganicha xudo xolasa. Demak, azizlar, bizni kuzating. Mana shunday bir-biridan chiroyli, go'zal, sifatli pichoqlar haqida eng qiziqarli faktlarni ustoz bilan birgalikda hozir sizlarga taqdim etamiz. Chust pichoqlari mamlakatimizning milliy iftixori. Namangan viloyatining Chust shahrida asrlar davomida shakllangan pichoqchilik maktabining mahsulidir. Chust pichoqlari nafaqat O'zbekistonda, balki butun dunyoda o'zining sifati, betakror shakli va o'tkirligi bilan mashhur.
ustoz hozir mana yonimizda turli xil pichoqlar. O'zi pichoq deganda ko'pchilik faqat bir xil namunani tushunadi, oshxona anjomi. Lekin pichoqlarning ham turlari, ularni vazifalariga ko'ra ham ko'p ekan, yasalishiga ko'ra ham ko'p ekan va hatto dastalarigacha ular turlarga ajralar ekan. Mana bu ajoyib chiroyli pichoq. Mana ular ham o'sha qassobchilikka asosan savg'a salomga molli shoxidan bo'lgan so'pi. Demak bu shoxlardan yasalgan. Molli shoxidan tayyorlangan. Tig'i, pachimlik deymiz bizda. O'sha pachimlik unaqa metaldan sug'orilgan mana ovozlari ham unaqa turadi. Demak, bu pichoqni o'sha metal ham biroz boshqacharoq bo'lar ekanda. Boshqacha bo'ladi, qattiqroq bo'ladi. O'sha jonivorlarning shoxidan, ya'ni sigirlarning shoxidan dedingiz, juda ham chiroyli, silliq. Bu ham bab ishlanadi, shu hol keltirilguncha. Va bu yerda kichkina pichoqlar bor. Mana bu pichoqlarimiz endi savg'a salomga, yoshi katta odamlar mana suyakdan qilingan, milliy usulda qilingan bu mana payvand deymiz. Bu hozir zamonda svarka deydi, bu milliy usulda o'tdi. Ulaymiz bir-birini bularni. Mana shu yerda belgisi bor mana. Bularni ham mana battan ulangan, dastasi suyakdan qilingan, yorma sop qilingan, mis boylangan. Mana gullari ham bir boshqacha buni. Bu oshxonaga ham qulay ekan. Oshxonaga ham, yoshi kattalar yonida olib yuradi, oshxonaga, mehmon izlomga borganda ishlatsa bo'ladigan pichoqlarimiz. O'z bobolarimizning yonida o'sha belbog'iga pichoq qistirilgan turli mana bunday nima deydi, nimalarni xinlariga solib buni. Bular ham bir san'at asari-ya, chiroyliligini bularni. Mana xinga solib, chiroyli qilib osib yurishgan. Osib yurgan oldin. Vaqt bemahal choyxonalarda, o'sha sabzavotlar to'g'rashda, mevalar kesishda ham shartta pichoqlarni olib, bobojonlar bekorga emasda hamma joyda kerak bo'ladi. Samarqandga borganimizda, Samarqand folklorini syomka qilayotgan, tasvirga olayotgan paytimizda bir boboni yonlarida pichog'i bor edi. Hozir shu kadrni agar bo'lsa qo'yib beramiz. Ular aytgandi, bu pichoqni men o'sha yig'inlarda, to'y ma'rakalarda mevalar artishga, sabzavotlarga olib yuraman aslida degandilar. Lekin pichoq olib yurish ham o'zbeklarda o'sha yigitlarni, erkaklarni bir mardligini belgisi hisoblanadi deyshadi-da. Chust pichoqlari albatta charm g'ilof bilan sotiladi. G'iloflar qora yoki to'q rangda bo'lib, ularga milliy naqshlar, ko'pincha qalampir nusxalar tushiriladi. G'ilof pichoqni namlikdan va shikastlanishdan himoya qiladi. Va yana bu yerda boshqa turdagi pichoqlar. Mana bu pichog'imiz bu egovdan qilingan. Bu ham qassobchilikka ishlayveradi, ham uy ro'zg'or ishlariga. Erkaklar asosan bizim milliy unaqamiz, mana shunaqa yorma sop deymiz. Milliy usulda qilingan bu ham. Tig'i egovdan bo'lgan. Buni ham o'sha ulangan, uy ro'zg'orga ishlaydi, qassobchilikka ham ishlasa bo'ladi. Keyin yigitlar o'sha oldin darajadagi qilingan ishlar. Bu eski usuldagi necha asrdan bir mana shu usul qilinib kelinadi. Ustimizda bir eng mashhur pichoqlardan biri. Haligi erkaklar ishlatadi deganda sabzi to'g'rash marosimlari bo'ladi-ku, o'shalarda. Ana shularga. Juda ham chiroyli, og'irgina ekanda chunki bu yerda yana bir bu ham jonivorlarning shoxidan. Bu bir boshqacha usulda qilingan. Mana u biz klapin deymiz, mashinalari klapindan qilingan, bu zanglamaydigan po'latdan qilingan. Dastasi sayg'og'i shoxi, bir toza materialimiz kumushga o'xshash narsa bor. O'shani quyib gul qilingan mana. Juda ham gullari ham bir boshqacha. Boshqacha chiroyli qilib bu gullar ham savg'a salomga, chet eldan bizga mehmonlar ko'p keladi. O'shalar ko'proq shunaqa narsalarga ishqi baland. Albatta, juda bir zargarlik bilan miniatyurni ishlangan deydi bu. Mana shu gullari ham mana uzorlari bor, har xil chiroyli qilingan. Mana bu ishlarimiz mana shu yong'oqdan qilingan. Dastasi yong'oqdan. Mana yong'oqdan bu ham yengil ishlarga, ro'zg'orga ishlayveradi, chiroyli. Ammo dastasi yong'oqdan qilingan, yengil, qulay har tomondan. Haqiqatan juda qulay ekan. Qulay. Qassobchilikka ham ishlatsa bo'ladi buni ham. Mana yana bir ishimiz bor. Mana bu haqqoniy qassoblar unaqasi mana bu. Demak, haqiqiy qassoblarning pichog'i. Bu qassoblarning pichog'i deymiz buni. Biz nima deydi, komplekt deymiz. Mana chopqisi bor, suyak chopishga. Bir to'plamda bu endi. Bir to'plam bu, bir to'plam. Demak, mana shu to'plam demak qassoblarni bir to'plami ekanda. Har bir qassob uchun kerak bo'ladigan nabor deydi-ku, to'plam. Bizda hozir bir yangi unaqamiz bo'ldi bu. Mana hozir bitta joyga borsa ham qassob teri ishilishga deydi.
go'sht maydalashga deydi, suyagini chopishga deydi. Hammasiga sharoiti bor. Alohida demak, o'sha qassoblar ishlatayotgan paytda suyagi uchun alohida pichoq, terisi, go'shti, har xil joylari uchun sharoiti bor bunga. Qoyil. Demak, agar masalan qassob bitta mana shunday pichoq bilan hamma o'sha suyaklarini hammasini maydalasa yoki ishlatsa, bular bir o'tmaslashib qolish ehtimoli bor, Hamma narsaga alohida tayyorlanganda bu. Chunki mana suyaklar uchun alohida og'ir urgan payti ham o'zini og'irligi bilan ham bu o'sha suyaklarni mayda qilib yuboradi. Buni sopi ham juda chiroyli ekan. Bular ham sopi molli shoxidan bo'lgan. Hammasi. Mana buni molli shoxidan, tig'i egovdan bo'lgan va quvvat pichoqlarasi. Tushunarli, haqiqatdan. Ana qutilarimiz ham bu unaqamiz ham juda chiroyli bo'ladi. Sovg'abob. Keling, shuni ustoz bir yig'ib ko'ramizmi? Bir qanday ko'rinishda bo'larkin sovg'aga taqdim qilganimizda. Bir ajoyib ukamiz bor, shuni bizga tayyorlab beradi. Unisini qutisini Azamjon degan qin tikadigan ukamiz bor. Shu qinlari o'sha kishi yetkazib beradi bizga. Juda yaxshi. Bular ham toza teridan tayyorlangan bo'lsa kerak. Teridan Chunki pichoqlarni ko'targanda bular og'ir, ko'tarish kerak. Mana shunday qilib yig'iladi o'rtoqlar. Agar yaqinlaringizga sovg'a qilishingiz uchun ayni muddao. Bu yerda demak 5 ta pichoq. 5 ta pichoq va mana bu yerga yana bir kichkina pichoq ham solib qo'ysa bo'lar. Qayraydigan unaqamiz bor. Bu qayroq uchun ekan. Qayrog'imiz bor mana. Mana bu qayrog'i joyi bor. Juda ham yaxshi. Mana buni qilib mana. Ajoyib. Ana bo'lmasam qani? Bismillah. Demak, mana shunday qilib bemalol qassoblar o'sha ishlariga yo'l olaverishadi, haqiqatdan ham og'ir. Demak, sovg'aga bemalol mana shunday buyumlarni olib borsa, insonlarning esda qoladi, foydali bo'ladi. Mayli, rahmat, ketdim desam, juda ham ajoyib. Juda ham ajoyib, hunaringizga baraka. Chust pichoqlarning tig'i odatda yuqori sifatli po'latdan tayyorlanadi. Ularning uchi biroz yuqoriga qayrilgan bo'ladi. Buni kayki pichoq deyshadi. Bu shakl pichoqni ishlatishda, masalan, go'sht kesish yoki sabzavot to'g'rashda juda qulaylik beradi. Ustoz, pichoq tanlayotganda, umuman hunarmandchilik buyumlarini tanlayotganda baribir xohlaymizmi yo'qmi narxiga e'tibor beramiz. Lekin aynan pichoqlar tanlash masalasi bu nozik masalada, chunki ularni o'zi bir go'zal, chiroyli, mehnati qiyin, qimmatroq bo'lishi ham aniq. Lekin aslida pichoqlarni tanlayotganda nimalarga e'tibor berib tanlash kerak? Narxigami yoki vazifasiga qarab, nimasiga qarab? Buni asosan kelgan odamlar o'zlari tanlaydilar. Biz yordam beramiz. Siz nimaga ishlatasiz, qayerga olib borasiz, nima ish qilaysiz deb so'raymiz. O'sha maslahatni ham beramiz. Avval o'zlari tanlaydilar. Kimdir ro'zg'orga ishlataman desa, ro'zg'or bopini beramiz. Mana bu ro'zg'orga ishlatasiz, bu manaqa deb. Qassobchilik qilaman desa, mana o'zini beramiz. Yo savg'a salomga olib boraman desa, buni olib boramiz. Endi ancha yildan beri pichoq sohasida yurib, qayga nima olib borishni ham ancha tushunib qoldik, xudoga shukr. Lekin o'sha pichoqlar tanlayotganda baribir har xil sifatli pichoqlar bor-da. Ko'cha-ko'ylarda o'sha nima deydi, do'konlarda ham ko'ramiz, o'sha oshxona buyumlari do'konlarida ham pichoqlar ko'p, har xil. Lekin biz narxiga emas, menimcha, masalan, bitta pichoq sotib olsak ko'chadan, deylik, do'konlardan, uni qancha payt xizmat qilishi muhimda. Narxi arzon degani bu uzoq vaqt xizmat qiladi degani emas. To'g'rimi? Demak, narxi o'rtacha yoki bir qimmatgina bo'lgan pichoqlar qancha payt xizmat qiladi? Masalan, mana shunday oshxona pichoqlarini biz qancha vaqt nima deydi, ishlatishimiz mumkin? Bularni xudo xolasa ancha ishlaydi. Bular 5 yil, 6 yil bemalol ishlab qilaveradi. Mana bu pichoqlarimiz. Mana bu pichoqlar qayrab o'tkunlash shart emas bularni. Yuzi yupqa qilib qo'ygan mana. Yupqa qilib tayyorlab qo'yilgan. Buni qayrab ishlatadi. O'tkunlashga olib bormaysiz bularni. Mana ular o'zi yupqa qilib qo'ygan. Buni faqat endi oilada asosan chinnilarga qaybna unaqa qilib kosalar orqasini bunaqa qilsa qayrab ishlatiladigan pichoqlar bular asosan. Mana tayyorlab qo'yilgan. Buni o'tkunlash shart emas bularni. Lekin men bilaman, bolaligimda ota-onamda aynan mana shunday pichoq bo'lardi. Rangi ham shunday, naqshlari ham shunday edi.
biz mana shu pichoqni qariyb 20-30 yildan beri hali hanuz ishlatamizda. Chunki metalli qalinligi uchun qancha qayrasa ham, o'sha maxsus joyga olib borib o'tkirlab kelsak ham shikast yetmaydi. Lekin bugungi kunda o'sha mana bu soplari plastmassa bo'lgan pichoqlarni mana bu taraf ham tez qayrilib ketadi. Uchlari singan pichoqlarimiz ham bor. Ular arzon, ishlatish bilmadim qanchalik qulay, lekin uzoqqa bormaydi. Lekin mana bu pichoqlar hali ham xonadonlarda o'sha onalarimiz hatto sarpolariga olib kelgan pichoqlar ham turibdi-da. Demak, uzoq yillik pichoqlar. Ular ham o'sha ishlab ancha yil, 20 yil, 30 yil ishlaganlari ham bor pichoqlar, 50 yil ishlaganlari ham bor. Bir xillarda keladi, dadamdan qolgan, kalan dadamdan qolgan pichoqda bo'lib keladi. Ko'rib beramiz ko'pini. Demak, pichoqlarni ishlatilish muddati, sifatiga qarab tanlash kerak ekanda, arzon qimmatligiga emas. Arzon pichoqni har yili olasiz, qaytanga ko'proq mablag' ketadi. Mehnat ko'proq pichoqlar sal qimmatroq bo'ladi. Albatta. Mehnat sal qattiqroq bo'ladi o'shanga. Pichoq dastalari kiyik shoxi, fil suyagi, hayvonlar suyaklari yoki qattiq yog'ochlardan, masalan, yong'oq, chinordan tayyorlanadi. Dastalarga ko'pincha sadaf, rangli shishalar yoki metall naqshlar bilan bezak beriladi. Mana bu pichoqlarni ustoz to'g'risi faqat kinolarda ko'rganman. Buni dastasini bir mohirona ishlanganiga qarang. Haqiqiy san'at asari desak bo'ladi. Buni ham dastasi chetdan keladi mana bu dastalar. Bu daraxt deymiz, kirillskiy beryoza deydi buni. Buni dastasini olib kelib, keyin qolganlarini tayyorlaymiz. Dastasi Rossiyadan keladi. Nima buni dastasi, qanday material? Beryoza deydi. Yog'ochdan qilingan, kirillskiy beryoza deydi bu. Buni dastasiga o'sha maxsus ulangan joylari bu sherlarni, yirtqich hayvonlarni bir tasviri. Bu ham aslida san'at asari, fantaziyada, hunarmandning fantaziyasi. Burgutlari bor batdi mana. Ha, mana burgut ham bor ekan. Qoyil. Gap so'z bo'lishi mumkin emas, to'g'risi. Bularni kim ishlaydi mana shu? Buni shu o'g'lim yaqindan bir tayyorlayapti, bularni ham xudo xolisa. Bularni ishlash uchun bir kandakor, temirchi, bir shunaqa metal bilan ishlash kerak-da. Qoyil, ajoyib. Agar yaqinlaringizga mana shunday birorta sovg'ani bersangiz bormi? Butun umr esda qolasiz-da. Juda ham chiroyli. Mana bu shaffof ham juda bir ajoyib. Bularda puli nech pul ekan? Nech pul ekan bularning puli? Lekin qimmat bo'lishi fakt, chunki bularga ancha mehnat ketadi. Mana bu yog'ochdan bo'lgan, yong'oqdan bo'lgan, tig'a bo'ymadan qassobchilik uchun bu ham. Bu qassob juda katta ekan, bular qassoblarga tayyorlangan bular hammasi. Mana bu ham kattagina, o'sha qassoblar uchun qulay va buni o'sha dastasi ham shaffofligi o'ziga xos bir juda ham chiroyli. Demak, bularni sopida xohlagancha fantaziya qilsa bo'lar ekan-a? Qilsa bo'laveradi. Har xil narsalarni yasasa bo'ladi. Endi zamonlar o'zgarib, zo'r bo'lib ketyapti, ustalar ham o'zgarishlar zo'r bo'lyapti, xudoga shukr. Oldinlari ham pichoqlar bo'lgan, faqat o'sha qora dastali pichoqlarni juda ko'p ko'rganmiz. Lekin meni e'tiborimni tortgan boshqa bir namuna bor. Hurmatli operatorimiz, sal kamerani sursangiz ko'rsataman. Mana bu pichoqni menimcha hech kim hali ko'rmagan. Qoyil. Bu haqiqatdan ham biror bir hayvonni, jonivorni tuyog'imi yoki o'xshatib? Yo'q, o'xshatilgan emas. Haqiqiy, tabiiy. Buni avval qotirilib tayyorlangan, keyin dastaga olingan buni. Qoyil. Bu ham ijodkorlikda, to'g'rimi? Bu nimani? Shunda tuyog'i dedingiz? Qo'y tuyog'i bu. Qo'yni tuyog'i. Buni avval tayyorlab, qotirilib, tozalab, keyin qo'yiladi. Maxsus ishlov berib, ishlovlari bor buni alohida. Shuna qo'yiladi. Qoyil. Bu mana bu g'oya faqat sizda bormi yoki? Yo'q, bor, ustalar bor. Ustalar bor. Kim bu g'oyani kiritgan o'zi? Chunki juda ham noyobda. Keyin mana bu pichoqlarni o'sha tig'li joyini tepasiga qo'yiladigan o'sha nimalari, tasvirlarni ham o'zingiz ishlaysizmi? Kimgadir yo'q, qilib beradilar bitta ukamiz. Bu ham alohida mehnatda. Alohida sohada bu ham. Masalan, mana shu bitta pichoqda biz mana bu sopi alohida mavzu. Bu yerdagi suratlari alohida bir san'at asari, ularni ishlanish metali alohida. Demak, bitta pichoqni o'ziga qancha mehnat ketishida bu? To'g'ri. Ancha odam buni orqasidan ular qiladi. Bular ishlatilmaydi menimcha, faqat ishlatsa ham bo'ladi, asosan savg'a salonlarga bular.
Bizga chet eldan ko'p mehmonlar keladi, o'shalarga ko'proq shunaqa ishlar yoqadi. O'shalar olib keladi ishlatishga. Bunday pichoqlarni ko'rib yasalishini o'sha ko'rgim kelyapti, to'g'risi. Juda ham ajoyib. O'ylaymanki, bundan keyin yana ham bir fantaziya, yana ham bir boshqacha ijod namunalari quyilib kelaveradi ilhom bo'lib. Juda ajoyib, juda chiroyli. Chust shahri qadimdan hunarmandlar, ayniqsa pichoqchi ustalar markazi bo'lib kelgan. Bu yerda pichoqchilik sirlari avloddan avlodga, usta shogird an'anasi asosida o'tib keladi. Bugungi qahramonimiz salkam yarim asrdan beri bu hunarni davom ettirib, o'z shogirdlariga, farzandlariga o'rgatib kelmoqda. Ustoz, o'zi pichoqchilik o'zi qiyin haqiqatdan. Bu kashtachilik yoki bir narsa emasda, iplar bilan nozik narsalar bilan ishlash emas. Va o'zi hunarmandlar ikki xil bo'ladi kirib kelish hunariga. Kimdir ajdodlardan o'tgan bo'ladi, ota bobolari, otasi yoshligidan ko'rgan bo'ladi. Kimdir esa nimanidir ko'rib qiziqib qolib shu hunarga kirib ustoz orqali keladi. Sizda bu hunarga kirib kelish boshlanishi qanaqa bo'lgan? Meniki hammanikidan ajoyib bo'lgan. Juda yaxshi. Men maktabda yaxshi o'qigan ekanman. Hamma ustozlar bu o'qishga kiradi, fanaqisi. Xudo rahmat qilsin, dadamlar bizda pichoqchilar rejissyor bo'lgan ekan oldin. Hashar qilsa bitta uyni bir kunda bitirib ketgan ekan. Bir mahallamizda bitta pichoqchi hovli qilgan ekan. Ertalab boshlab kechqurunga borib, uyni bitirib ketibdi. Shu niyat qilgan ekanlar, shuni pichoqchi qilaman deb. Bugun maktab bitirib keldim, mana attestatim olib keldim desam, ertaga pichoq zavodga borib ishlaysan dedilar. Mana hamma nimaqalarim qolib ketdi yo'lda. Voy, men o'qishga boraman desam, yo'q, sen pichoqchi bo'lasan o'g'lim. Men shuni havas qildim dedilar. Avvalambor xudo bo'ldimi? Endi shu sabab pichoqchilikka 81-yil maktab bitirdimmi? Pichoqchilikka kirib ketganman, shogird bo'lib bordim. Ustozlar ajoyib edi vaqtlarida. Shundan bir pichoqchilik qilib kelaman, xudoga shukr. Ertasi kuni bordingiz, nima bo'ldi? Pichoqchilikka bordim. Bizni bitta ustozga aytib berdilar. Turg'unboy aka Yodgorov degan ustozim bor, ajoyib holiyam bor, umrlari uzoq bo'lsin loyikim. O'sha kishi qo'llariga berdi meni shogird qilib. Bir yilmi shunaqa ishladik, birgalashib. Keyin uzunma alohida qilib berdilar. O'shandan beri ishlayapman. Bizni shunaqa ajoyib pichoqchilar, bizni ustimizda shunaqa ajoyib bo'lgandi, hunarmandlar hammasi ham. Bizda hunarmandchilik bizda rosa qadri baland. Bizni pichoqchilar rosa bir-biri bilan ahil. Bir yuruq to'y-po'y qilsangiz, bir yaxshi kunlaringizda doim yoningizda turadi. Endi bir tomondan o'sha vaqtlarda yoshlikdacha afsus ham qildim, o'qimadim deb. Endi dadamga bir salmaqa ham bo'ldim. Endi xudoga shukr, shundan biri xudoga shukr deyman, shu sohani tanlaganimga. Shuni orqasidan shunchalik orzu havas qildik mana. Demak, qiziqib ham ketdingiz-da? Qiziqib ham ketdim. Yangi ishlarni qildim, xudo o'zim ancha yangiliklarni qildik. O'sha pichoqchilikka endi borgan paytingiz ustozingiz bilan bir suhbatlashib, birinchi nimalardan boshlagansiz ishlaringizni? Nimalar qilishdan? Endi har mayda ishlari bor. Avval bizni unaqamiz bordi, choy damlashdan boshlardik. Choy. Shogirdlarning hammasi aslida shunday. Bu men derdim, bular muncha choy ko'p ichar ekan bulardim. Hayron bo'lardim. Choy damlab, endi kelib o'tiraman desam, yana bitta choy damlab qo'ying derdi. Shuni men bular aslida ko'p choy ichar ekan desam, aylanib o'zimiz ham shunaqa bo'ldik, shogirdlarga shunaqa qiladigan bo'ldik. Hozir ham kelgan shogirdlarga bitta choydan berasizmi? Shunaqa, hozir o'zimizda ham shunaqa bo'lib qoldi. Xudoga shukr, pichoqchilik yaxshi kasb ekan. O'g'illar o'rgandi, shogirdlar o'rgandi mana. Bo'lyapti hammasi xudoga shukr. Ustozlardan har xil ustozlar bo'ladi, hammalaridan checha olasiz baribir. Biz ko'rib, bitta odam, bitta ustani ishlarini ko'rasiz, so'raysiz u kishidan kamini, endi borib to'ldirib borasiz, sekin-sekin. Ancha ustozlar ko'rganman. Xudoga shukr. Pichoqchilik hunarini boshlash uchun
bo'lajak hunarmand kitob o'qigan bo'lishi kerakmi? Tarix bilan qanchalik qiziqish kerak? Endi ilmli bo'lsa yana yaxshi, zo'r bo'ladi. Kallasi yaxshiroq ishlaydi. Tarixni bilsa yaxshi bo'ladi, ustozlari biladi. Endi biz ustimizni tarixda baland, shunaqalarni bilish kerak. Xudo xohlasa bilmasa bo'lmaydi. Pichoqchi hunarmandda sabr bilan birgalikda yana qanday xususiyatlar rivojlangan bo'lishi kerak? Sabr baland bo'lsin, keyin zehni baland bo'lsin. Zehni ham desa bizning hunarda kerak. Odam zehni baland bo'lsa, chiroyli ishlar chiqaveradi. Sizni bitta qilgan ishingizni musobaqaga o'xshashdir bizning pichoqchilik ham. Bugun bitta ustaning ishini ko'rasiz, ha, men boshqachasini qilishim kerak deb harakat qilasiz. Sekin-sekin zehni ham baland bo'lish kerak pichoqchilikda. Hamma hunarda ham endi menimcha. Yanachi? Sabr bo'lish kerak, zehn, g'ayrat baland bo'lish kerak. Albatta kuch ham bo'lish kerak, to'g'rimi? Kuch kerak. Chunki metal bilan ishlash oson emas. Va bu xislatlarning qatoriga men asabi mustahkam bo'lish kerak degan bo'lardim. Biz birinchida asab. Birinchi darajada asab mustahkam bo'lish kerak haqiqatda. Asab ham endi har xil odamlar kelib turadi. Atrofi to'la tig'li buyumlar. Shunaqa. Asabi qancha mustahkam bo'lsa, jahli tez chiqib ketmasa, shunchalik yaxshida. To'g'ri, asab. Yaxshi. Qachondan boshlab shogirdlar olishni boshladingiz? Birinchi shogirdlaringiz? Shogirdlar bir 10 yil, 15 yil ishlagandan keyin unaqa qildik-da, shogirdlar oldik. Shogirdlarim endi ko'p, endi hozir mana asosan o'g'illarim shogird yaxshi, ukam shogird bo'ldi, ukam ham usta bo'lgan. O'g'illarim shogirdlar o'shandan keyin boshlandi. Hozir ham shogirdlar bor. Ishlayapti endi. Harakat qilib bolalar o'zi yangi ishlar qilyapti. Bizdan ham zo'r bo'lib ketdi shogirdlar hozir. Pichoqchilikga yangi pichoqlar yasaganman, yangi pichoqlar qilganman. Hozir endi bizdan ham ko'ra hozir bolalar bizdan ham zo'r yaxshi ishlar chiqyapti. Bular hozir bularni biz qila olmaydigan ishlari ko'payib ketdi hozir. Bizni darajamizdan ancha yaxshi bo'lib qoldi. Endi milliylik baribir birinchi qilgan ishlarimiz baribir boshqa. O'shalar baribir hozir ham xaridorgir, o'shalarni qidirib keladi hozir ham baribir. Bugungi kungacha endi sanamagan bo'lsangiz kerak-ku, taxminan qancha pichoq yasab sotib, umuman qancha bo'ldi, qanchaga yetdi? Ancha, bizga kerak. Sanamaymiz. 3000 ko'p ham, ancha bir 81-yil bo'lsa 85-yildan bir pichoq qilaman. O'shandan bir pichoq. 15 yil bo'lsa 40 yildan bir pichoq qilamiz. Hozir ham ishlayman, hozir ham joyi kelsa. Avval boshda afsus qilganman. Keyin mana shu sohaga kirib yurt tanidi bizni. Odamlar tanidi. Mana muhim qildik, bolalik bo'ldik, nabiralik bo'ldik. Endi to'ylarni qildik. Shuni orqasidan Xudoga shukr ko'pchilik taniydi. Qadrimiz, hurmatimiz bor o'ziga yarasha. Biz ustimizda 150 ta 300 ta pichoqchi bo'ldi, 150 ta 200 ta pichoqchi qolgan. Har yili o'shalar bilan birga o'tiramiz. Bir o'sha qadr qimmatimiz baland, Xudoga shukr. Buni orqasidan. Bizda sal bolalar, yoshlarda sal qiziqish kamayib qoldi shu pichoqchilikka. Endi oldin aytayapman-ku, bizda aql 300 ta pichoqchi bo'lgan. O'sha biz boshlagan vaqtlarda. Hozir sal qiziqish kamayib qoldimi endi bilmayman. Yana boshlandi Xudoga shukr. Mana ancha yaxshi bo'lib qoldi. Mana bir 5-6 yildan bir 10 yildan beri yana qiziqish bor Xudoga shukr. Bolalar, shogirdlar tushyapti. Ammo buni qilgan odam kam bo'lmaydi. Hech qayerga bormaydi, Rossiyaga ishga bormaydi, boshqa joyga bormaydi. Chetda tirikchiligi bo'laveradi, bemalol Xudoga shukr. Qilgan odam kam bo'lmaydi. Qaysi hunarda ham o'sha astoydil qiziqib mehnat qilsa, ishqi baland bo'lsa, zehni baland bo'lsa, harakat qilsa kam bo'lmaydi, Xudo xolasa. O'zbek hunarmandchiligida shunday davrlar bo'lganki, buyumlar yasash, sotish juda qiyin. Shu sababli ustalarning moddiy sharoitlari ham yaxshi emas edi. Lekin bugun ular uchun barcha sharoitlar yaratib berilmoqda. Mana ajoyib zamonlar kelib qoldi. Oldin ikkita pichoq qilib sotishga qiynalardik. Ikkita pichoq qilsak, sotishga qiynalardik. Manaqa joylar xayolimizda yo'q edi umuman. Bunaqa qilib sotaman yoki magazin qilib sotaman degan umuman xayolda yo'q edi bizda. Bitta qutini ichiga solib ikkita pichoq qilib sotardik oldin. 10 ta joyga qo'l qo'yib bunaqa qilardik. Hozir manaqa zamon shunaqa ajoyib bo'lib qoldiki, maza qilib mehnat qilib
yursa bo'ladigan bo'lib qoldi. O'g'lim, nevaralar ishlayapti. Hozir ular ko'p bo'lyapti. Ko'rgazmalarga ko'p boradi bolalar. Rosa ko'p. Xudoga shukr mana. Ammo hozir yana bir zo'r tomoni bizda umuman soliq to'lash yo'q. Shunaqa ajoyib bo'lyapti. Hozir chet elga chiqarishimiz bemalol mumkin. Namanganlik ustalarning ishlari bugungi kunda dunyoda ham tobora mashhur bo'lib bormoqda. Bunda esa O'zbekiston Hunarmandlar uyushmasining Namangan viloyati bo'limi sa'y-harakatlari ham alohida ahamiyatga ega. Namangan viloyati Hunarmandlar uyushmasi boshqarmasi namanganlik hunarmandlarga qanchalik imkoniyatlar beradi, qanchalik sharoitlar yaratib beryapti, qanchalik qo'llab-quvvatlayapti, nima ishlar bo'lyapti? Bizdan xabar olib turadi. Nima kamchiligingiz bordi? Yo'llanishlar rosa ham unaqasi ko'p. Hozir mana o'g'lim bor, bizga berib turing, ko'rgazmaga olib ketaylik deydi. Biz hozir juda qo'llab-quvvatlash zo'r bizga. Ko'rgazmalarda ham chet eldan mehmonlar keladi, shartnomalar tuziladi, xaridlar bo'ladi-da, to'g'rimi? Ha, bo'ladi, xudoga shukr. Juda yaxshi. Mana shu orqali demak imkoniyatli hunarmandlik hozir bemalol. Hozir hunar qilsa, maza qilib yashasa bo'ladi, xudoga shukr. Qilgan odam kam bo'lmaydi. Bunaqa zamon kam bo'lgan. Biz kalon dadalarimiz kosib bo'lgan ekanlar bir vaqtlar. Ayamlar aytadilar, moliya degan o'sha vaqtlar moliyadan qo'rqgan ekanda, olib ketar ekan, shab olib kelib musodara qilib tashlagan ekan. Endi bunaqa hayolimizda yo'q-ku, bizga hozir shunaqa ajoyib zamon-ku, mehnat qilsangiz. Hech kim to'sqinlik qila olmaydi hunarmandga. Ha, xudoga shukr. Haqa bor, mana hozir yaqinda xudo xolasa hunarmandlar shaharchasi bo'ladigan degan mas'unaqa bo'lyapti. Bizda Chustimizda juda katta joyda. Har bitta hunarmandga alohida joy. Alohida unaqa do'kon, alohida narsa qilamiz deyapti. Hozir xudo shuni maslahati bo'layotgan ekan hozir. Xorij tajribalari bilan ham chet elga borganda bularning qanaqa ekan deb turasizmi? O'rganib, ko'rib, bizaniki bilan baribir ko'rishib. Yangilik ko'pda baribir. Olsangiz bo'ladi, yangiliklar ko'p bo'ladi. İzlenish kerak, baribir ko'rish kerak. Biz ham boramiz, xudoga shukr. Bizi Chusti pichoqchiligi asli endi biz ustozlardan eshitganmiz buni 8-asrlardan boshlangan deb unaqa ustozlar deydilar. Oldin o'sha bizni pichoqchiligimiz tog'dan material unaqalar mahsulotlar bo'lmagan ekan. Tog'larga borib ustalar rudani olib kelib 4-5 kishi baquvvat bolalar, yoshlari, shogirdlar o'sha ro'dani rosa ishlov berib, 4 bosqon, 5 bosqon degan ekanlar uni 4-5 ta odam bosqon urar ekan. Ro'dani ichidan temirni chiqarib olib, polotini chiqarib olib pichoq qilgan ekan. Bunaqa oldin material yo'q, egov yo'q, aboyma degan materiallar bo'lmagan ekan. O'shanaqa qilib boshlagan. Bu pichoqlar bizni Chustimizda o'sha Aqsikent tomonlarida deydi, Aqsikentda juda ko'p rivojlangan ekan. Shu bizni Chustimizda ham o'shanaqa bilib kelgan. Bu aqli to'g'ri bir 10 asr oldinroq narsa boshlanganda biz o'shanga bizni Chustimizda obro'si baland. O'shani hisobiga ham. Shuncha bizgacha yetib keldi, xudoga shukr. Bizdan xudo xolasa bizning ustalar ham zo'rlari ko'p, bizda hozir rosa bizdan yaxshi ustalar rosa ko'p. Endi o'shalar meros bo'lib kelyapti, xudoga shukr. Bular hozir mana bu shogirdlar chiqyapti. Bizdan keyin mana yaxshi, bizdan ham zo'r ustalar bor hozir. Yoshlar bizdan ancha usta bo'lib ketyapti, xudoga shukr. Usta bo'lib ketdi, mana bu shogirdlar ishlayapti, xudo xolasa. Bundan kamiga yana o'zi ko'payyapti. Bundan ham yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Shunari shunchalik biz ham qo'ldan kelgancha shu darajaga olib keldik. Bizdan keyingi bolalarga biz ham yetkazib berishga harakat qilamiz, xudo xolasa. Ustoz hunarmand To'xtasin Zokirovning oilasida hunarmandlar ko'p. Fayzli oilada erkaklar pichoq yasash bilan, ayollar esa o'sha mashhur chust do'ppilarni tikish bilan shug'ullanishadi.
Azizlar, Namanganga tashrif buyursangiz, bu yerda ko'plab xonadonlarda aynan hunarmandchilikning har xil turlari bilan shug'ullanishadi. Masalan, bir oilada otalar, aka-ukalar pichoqchilik bilan, onaxonlar, qizlar esa do'ppichilik bilan, ya'ni do'ppidozlik bilan. Biz hozir aynan mana shunday oilaga kelganmiz, ijodiy guruhimiz bilan birgalikda. Zokirovlar oilasida erkaklar pichoqchilik bilan, ayollar esa mana bunday bir-biridan go'zal bo'lgan qadimiy chust do'ppichilik bilan shug'ullanishadi va meni yonimda mana shu xonadonning bekasi, do'ppido'z hunarmand ayol Ozod opa, hormang. Charchamayapsizmi? Ahvollaringiz yaxshimi? Biroz sizni bezovta qilamizda endi, maylimi? Mayli, bemalol. Rahmat. Ozod opa, o'zi do'ppidozlik deganda ko'pchilik faqat do'ppilarni tushunadi, ya'ni ularni turlariga bo'lmaydi, ajratmaydi. Lekin hunarmandchilikda, ya'ni do'ppidozlikda do'ppilarning turli xili bor. Masalan, chust do'ppi, Andijon do'ppi deyshadi. Vodiyning har xil tumanlaridagi do'ppilar ham bir-biridan boshqacha. Mana Iroqi do'ppilar bor Qashqadaryoda. Chust do'ppilarini tikasiz, nimasi bilan farq qiladi boshqa do'ppilardan? Bular chust do'ppini yoshligimizdan, endi ota-bobolarimizdan onalarimiz tikib kelgan chust do'ppimizni. Endi boshqa do'ppilardan farqi, endi bulari bizni chust do'ppimizni biroz balandroq ekan, baland do'ppilar ekan. Baland, keyin hammasi qo'l mehnati. Bular Andijon nusxa bo'ladi, Namangan nusxa bo'ladi, tojik nusxa tikadi. Shular hammasi chustimizda tikiladi. Shu chustimizni ayollari tikib chiqadi. Juda yaxshi va o'sha biz turli xil do'ppilarni ko'rganmiz. Haqiqatdan ham chust do'ppilari baland hajmli ekani bilan alohida ajralib turar ekan va bularning naqshlari aytganingizdek har xil turli xil bo'lishi mumkin. Tanlovga qarab, o'zi qachondan beri aynan do'ppidozlik bilan shug'ullanasiz? Biz endi yoshligimizdan shug'ullanganmiz. Mana shu 4-5-sinfdan do'ppi tikishga bizni chust qizlari o'shandan aniqladi-da, do'ppi tikishi. Endi hozirgi qizlar uncha unaqa emas, oldingi biz davrimizda hamma do'ppi tikkan. 2-3-sinfdan biz do'ppi tikishni boshlaganmiz-da. Boshlagan kichkinaligimizdan ham iplari o'sha onamizni oldilarida o'tirib o'rganganmiz, ammo o'zimiz 3-4-sinfdan tikishni boshlaganmiz o'zimiz. Demak, kimdandir o'rgangansiz, kimdir do'ppi tikishini ko'rgansiz. Kimdan o'rgangansiz? Onalarimizdan o'rgangan, opalarimdan o'rganganmiz. Biz shu hamma oldin qo'shnilar birga chiqib tikardi. Davra bo'lib, davra bo'lib, ashuna bo'lib chiqib tikardik. Shulardan o'rganganmiz-da, onalarimizdan, asosiy onamizdan, opalarimdan o'rganganmiz. Biz 5 qiz edik. Endi men kichikrog'i, opalarim katta do'ppi tikardi, o'shanlardan o'rganganmiz. Demak, bundan bilish mumkinki, bugungi kunda do'ppido'z, hunarmand desa alohida bir sohani, alohida yo'nalishni tushunadi-da. Ilgari hamma do'ppi tikkan, hamma hunarmand bo'lgan, mana shu hunar bilan shug'ullangan. Ular buni hunar yoki kasb deb emas, ular buni kundalik turmush tarzi, kundalik yumush deb hisoblashgan ekan. Ha, to'g'ri. Juda yaxshi. Demak, onalaringiz bo'lsa, ularning onalari ham aynan shu hunar bilan shug'ullangan. Juda yaxshi. Do'ppi bilan shug'ullangan shular ham. Juda yaxshi va bugungi kunda ham mana kelinlarim tikishadi. Qizlarim hozir bitta qizim endi uylari uzoqroq uchun kela olmadilar. Bu ikkinchi qizim, ular do'ppi tayyorlashadi. Hozir mana shular bilan mana bemalol o'zlari shular bilan shug'ullanadi. Men endi bularga yordam qilib, endi men ham necha yildan beri endi qilaman, endi hozir bularga yordam qilib bularga tikib aniqlab beraman, yordamlashib endi aniqlaman. Kelinlarim mana bular tikishadi, do'ppi tikishadi, mana tayyorlashadi. Mana shular endi bo'llari. Davomchilar, nevaralar, bular ham mana davomchilar qilishadi. Endi hozir yillar davomida, umringiz davomida do'ppi tikib kelgansiz. Bugun esa ularga bosh-qosh bo'lib, o'rgatib, an'analar davomiyligini ta'minlab, ustoz bo'lib, juda yaxshi. Demak, hali ham Namanganda har bir xonadonda do'ppi tikish bor deya olasizmi? Bor, do'ppi tikish bor. Necha foizdir hali do'ppi tikish bor. Ancha endi chust xalqimizni xotin-qizlari pulga manu bo'lmaydi-da, mana shu do'ppisini tikib, mehnatini qilib, mana shu anchasi do'ppi bilan tirikchiligini qilaveradi.
Juda yaxshi-da. Demak, shu do'ppi orqasidan baribir Ha, ro'zg'or. ro'zg'ori bemalol qilaveradi. Ro'zg'ori chetga ishlashga bormaydi, qilmaydi. Mana shu do'ppi bilan ro'zg'orini qilaveradi. Chust do'ppisi asosan qora, sifatli matoga oq ip bilan tikilgan 4 qalampir tasviri bilan tanilgan. Bu naqshlar tasodifiy emas, har birining o'z ma'nosi bor. U yomon ko'zlardan asrash va oilaga tinchlik keltirish ramzi deyshadi. Do'ppining pastki qismida 16 ta mayda oq gumbazsimon naqshlar bo'ladi. Rivoyatlarga ko'ra, bu naqshlar insonning 16 yoshdan boshlab mustaqil hayotga qadam qo'yishi yoki inson hayotining turli bosqichlarini anglatadi. Do'ppi tikishni ham o'zini ma'lum bosqichlari bor ekan, ko'rib turibmiz. Bu demak boshlang'ich bosqichlardan biri. Matoga mana bunday qilib qo'lda gul tushirib chiqiladi. Tikadi, buni tikiladi qo'lda. Mana gulini avval mana qop-qora las deydi buni. Matosi bor, bunga tikib chiqiladi. Tikadi, oldin biz ham tikardik. Mana shuni biz tikamiz. Biz qo'limizdan keladi. Shuni tikib, endi keyin tikib bo'lgandan keyin bitgandan keyin mana uni matosini mana astar deydi. Manisi astarga yopishtirib, manusini chipchi deydi. Mana tipchilab mana men tepasini qilyapman, bu qizaga. Mana shuna qilib mana bitkizadi. Bular mana bu kichkina mayda choklarni hammasi qo'lda tikib chiqiladi. Ha, mana qo'lda men o'zim mana tikaman, men ham tikaman mana. Xuddi qavilganga o'xshab chiqar ekanda, to'g'rimi? Ha, qavilganga o'xshagan mana. Hammasini qavib chiqamiz. Juda ham mayda ish-ku, Ozoda. Maydalar ketmaskan. Yo'q, bu endi buni tiksangiz odamning asablari qanaqadir tinchlanadi. O'zi kichkinagina do'ppi, lekin shuni ichidagi bor hamma choklari, mana endi bu yerda millionlab choklar borda. Hammasi mana hozir yarim tayyor mahsulot qo'lda tikib chiqilar ekan. Sabr kerak buning uchun, alohida mehnat kerak. Yana xuddi tikuv mashinasi tikilgandek bir qator juda ham toza choklari ajoyib. Qisqasi gap so'z bo'lish mumkin emas. Meni sabrim balki yetmasdi va mana bu jarayondan keyin bu tepasiga qo'ndirilish kerak bo'lgan joyi mana sizning qo'lingizda turibdi. Mana bu. Demak, bunga bu mahkamlanadi keyin va buni ham mana tagidan tikib chiqilar ekan. Chiqiladi, ha, hammasini tikib chiqiladi mana biron. Keyin mana unda qilib, endi uni chipchilab bo'lgandan keyin mana qilib har birini ustiga qog'ozni kirgizib chiqiladi. Har biriga qog'oz kirgizib chiqiladi. Qattiqqina bo'lishi uchun, to'g'rimi? Qattiq turishi uchun. Bu ham alohida jarayon ekan. Mana har biriga qog'oz tikilgan. Tushunarli. Bu tikilgandan keyin qo'yib chiqiladimi yoki jarayonda? Chiqilgandan keyin har bir mana shu yo'lli ichiga mana orasiga mana shu qog'ozdan manda qilib piltakachi deydi. Bu qog'ozdan. Bu qog'ozimiz ham maxsus qog'oz, ho'l bo'lib qolmaydi. Demak, o'zi shu savolni bermoqchi edim. Agar bir do'ppi kiygan insonlar yomg'irda, qorda masalan yursa, qog'ozlar o'sha ilbirab ketmaydi. Yo'q, o'shana bo'lib ketmaydigan. Bu qog'ozi shu qog'ozni mana bunday qilib ham har biriga qiladi. Mana tepasini mana bitgan anasi qog'oz qilib hammasiga qo'yilgan va bu uni qattiqligini ta'minlar ekanda, to'g'rimi? Lekin ba'zilar mana shunday qattiqligini ta'minlash uchun qog'oz tiqmaydi-da. Qandaydir kraxmalga o'xshagan bir yelim yoki kraxmal bilan qotirib chiqishadi. Bunaqa texnikani men birinchi marta ko'rishim, balki e'tibor bermagandirman boshqalarda. Xullas, mana bo'lak-bo'laklarga alohida bo'linib, tayyorlab keyin bir-biriga. Andijon do'ppisida shunaqa qizagiga mana itiga qog'oz tiqmaydi-yu, ana katta kardon qilib yelimlab qo'yar ekan. Andijonda men ko'rdim. Osonroqda nisbatan, kattaroq narsa. Andijonning gullarini ham bizda tikadi. Bizda o'zimizda tikib, o'sha yoqqa olib ketib sotadi. Albatta. Bitta do'ppi tikish uchun shuncha mayda bosqichdan o'tilishi bu albatta hunarmandlarni juda ham sabrli, toqatli, matonatli va tartibli tikishidan, mahoratidan darak beradi. Haqiqatdan qiyin. Chust do'ppisini tikish o'ta nozik va mashaqqatli mehnat talab qiladi. U asosan ayollar tomonidan qo'lda tikiladi. Chust do'ppilari boshqa, masalan, Marg'ilon yoki Toshkent do'ppilariga qaraganda balandroq va tik turadi. Uni tayyorlashda maxsus qoliplardan foydalaniladi va uzoq vaqt preslanadi. Shuning uchun ularni qotirma do'ppi ham deyshadi. Bugungi kungacha
taxminan deylik, qancha do'ppilarni tikib sotdingiz, o'sha xaridorlarga berdingiz yoki sovg'a qildingiz, bir son sanog'i yo'q bo'lsa Endi son sanoyi bo'lsa kerak. Shu topgacha mana aniga kamida mana 50 yildan birini tikaman-da. Yarim asrdan beri tikamiz. Mana shu 5 yosh, 6 yoshdan boshlagan bo'lsak, mana bemalol o'sha 50 yil, 45 yil bo'ling, 50 yil ana shunchadan beri tikamiz. Mana qancha bizning bolalarimiz yosh bo'lgan, endi hojinlarimizga yordam qilganmiz ham o'sha paytlarda do'ppi tikib hojin tirikchilik qilsalar, men bolalari kiyimiga yordam qilganman, ana shuna qilib ro'zg'orga endi ana qilib ana shuna qilib qilganmiz mana shu pichoq bilan. Endi tirikchiligimiz shu pichog'i qilib, bolalar pichoq yasaydi, biz do'ppi ana shuna qilib ro'zg'or tebratib kelamiz. Yarim asrdan beri mana shu hunar bilan shug'ullanaman dedingizda, demak, yarim asr davomida faqat chust do'ppilarni tikkanmiz yoki mana Iroqini ko'rib turibmiz, boshqa do'ppilarni ham tikib ko'rganmisiz? Yo'q, biz shu nusxasiga qarab, nusxasida oldin bizni do'ppimiz ham xuddi aniga o'xshagan, faqat bir xil nusxa bo'lardi. Keyin bundaqa har xil nusxalar chiqdi, yangi nusxalar chiqdi. Endi zamonasiga qarab, koson nusxa deydi, Andijon, Namangan nusxa, ashuna deb, ashuna har xil nusxalar bo'ldi. Ashunaqa har xilga qarab tikaveramiz. Hozir demak, shu nusxalarga vodiy nusxalarni hammasini bemalol tikar ekansiz. Bemalol qo'limizdan keladi, xudo. Juda yaxshi. Va do'ppilardagi naqshlar bir alohida mavzu. Hunarmandlarni ham turli hunarlarda bo'lsalarda ular naqshlar birlashtiradi. O'zi bu naqshlarning nomi nima? Balki buni qandaydir ramziyligi bordir. Nimadir ifoda etar, o'zi nimadir gapirar bu naqshlar ham. Nima deysiz bunga? Endi bularni anisi endi oldin eshitganmiz, endi qariyalardan oldin eshitganmiz. Mana qalampir gullik deb buni endi erkaklarga ko'z tegmasin, ana bo'lmasin deb ana shunaqa deb eshitganmiz. Endi bunisini eshitganmiz tog' nusxada buni ipak yo'li deb eshitganmiz. Endi oldin shunaqa deb eshitganman. Chust do'ppisi o'zbek erkaklarining milliy libosi hisoblanadi. U to'ylarda, hayit bayramlarda va kundalik hayotda kiyiladi. Shuningdek, u xorijiy mehmonlar uchun ham eng qadrli va klassik sovg'a hisoblanadi. Mana Ozoda opam yonlarida ularning o'ng qo'llari eng katta davomchilari Shohistapa o'tiribdilar. Hormang Shohistapa. Salomat bo'ling, xush kelibsizlar. Rahmat, xushvaqt bo'ling. O'zi namanganliklar juda bir yumshoq fe'lli insonlar bo'lar ekan. Necha kundan beri Namanganda ijodiy safarda bo'lsak, birovga baland gapirganini ko'rmadik va bu yerda ham faqat hozir men baland gapiryapman. Shohistapa, menimcha siz ham baribir do'ppi-do'zlikni yoshligingizdan egallagansiz. Shunaqa. Qanday eslaysiz yoshlik yillaringizda onajoningiz bilan o'tirib do'ppi tikkanlaringizni? Yoshligimizdan shu onamni ko'rib havas qilib, biz ham qilib ko'raylik, biz ham harakat qilib ko'raylik deb birinchisida biz ham buzib qo'ygan, keyin o'rganganmiz. Qayerlarni buzib qo'ygansiz? Nima jarayonlar bo'lgan? Endi birinchi biz manaqa tikardik. Manusini tikardik birinchi onamlar. Naqshini. Ha, naqshini, keyin o'shanda buzib qo'yardik, bunaqa silliq qila olmasdik. Keyin boshida arzonroqqa sotardik uni. Keyin bizda birinchi tikishini sotib, onalar qand olib kelishardi. Hamma katta chevar bo'lsin deb hammaga tarqatishardi. Demak, qizaloqlar birinchi tikkan do'ppisini puliga qand olib kelib tarqatishgan. Keyin hamma duo qilishardi, katta chevar bo'lgin deb. Mana shu anulari natijasi shunchalik bo'lib yuribmiz. Juda yaxshi. Sizni ham birinchi o'sha nima deydi, topgan mana shu do'ppini ortidan kelgan pulingizga qand olib kelishganmi? Ha, olib kelishgan. Keyin biz quvonib buvlarimizga olib borardik, qo'shnilarga olib chiqardik. Endi ozgina bo'lsa ham biz uchun urasa ham katta narsa edi-da o'sha paytda. Albatta. Shunaqa qilib rosa quvonardik, ular bizni maqtashardi. Xuddi biz katta ish qilgandek quvonib yurardik. Endi hozir shu duo qilishardi, duolari natijasi shunchalik bo'lib yetishdik. Demak, duolar ijobat topdi. Ha, Xudoga shukr ijobat topdi. Hozir mana shunchalik bo'lib yetishdik. O'sha qand o'zini oqlabdi-da, juda ham yaxshi. Va birinchi o'sha tikkan do'ppingiz nechinchi sinf paytingizda tayyor do'ppi tikkansiz? 4-sinfligimda. 4-sinfligingizda. 5-ha, shunaqa. Juda ham yaxshi. Va o'shandan beri do'ppi tikkansiz. Ha, ilgari bunisini tikardik, hozir bu jarayonga keltiramiz biz.
Tushunarli. Demak, bir-biriga moslab qo'yib, hozir balki boshqa sohada ham faoliyat olib borasizmi yo faqat do'ppichilik bilan shug'ullanasizmi? Boshqa sohada ham olib boraman, ishlardim. Keyin endi hozir farzandlarimni tarbiyasi bilan bandman endi. Yaxshi. Endi buni uyda uy ishlarini qilamiz, bu endi yordam, qo'limiz doim qo'limizda pulimiz bo'ladi. Ha deb xo'jayinimizga qilmaymiz, o'zimiz ehtiyojlarimizga o'zimiz sarflaymiz. Yordam bo'ladi bu. Albatta, ayol kishi o'zi aytishadi-ku, erkak kishini topganda baraka bor deb. Lekin ayol kishi ham ishdan ortib, uy ishlari, farzandlardan ortib do'ppi tikish ham bu juda mashaqqatli va bundan kelgan albatta mablag' ham barakali bo'ladi. Ha, barakali bo'ladi. Buni o'rni boshqa. Baribir bundan kelgan mablag'i, bu uchun bozorga chiqasiz, o'zingiz topgan pulni sarflash boshqacha, u xo'jayinimiz bergan pulni sarflash boshqacha, bunikini mazasi boshqacha. Xo'jayiningiz ko'rib turgan bo'lsa, yo'q, haqiqatdan ham ayol kishi baribir o'zi topgan pullarni o'zi bemalol ishlatadi-da. Ayol kishining o'zini eplashi ham oilasiga katta yordam, chunki ayol kishining xarajati baribir ko'p bo'ladi. Oilasiga yetmaydi. Qancha bizga qancha bo'lsa ham yetmaydi va hozirgi kunda oilangizni, farzandlaringiz ham ignani qo'liga olib, shunga harakat qilishyaptimi? Ha, qizim, mana shu qizim, o'g'lim meniki katta, u ham hunarmand. Oilaviy hunarmandlar. Juda chiroyli. O'zingiz tikkan do'ppilarni yaqinlaringizga sovg'a qilgan paytlaringiz ko'p bo'lgan bo'lsa kerak. Albatta. Otangizga, aka-ukalaringizga, qaynotamga, xo'jayinimlarga, dadamga, hammaga sovg'a qilamiz. juda yaxshi. Do'ppi tikishni bilgan ayollar bemalol kashtachilikni ham eplab ketadi, chunki do'ppini o'zida kashtalari bor, naqshlari bor. Bu degani baribir boshqa hunarlarni ham egallay oladi degani. Balkim kelajakda siz ham hunarni boshqa turlariga bir urinish qilmoqchidirsiz. Nima deysiz shunga? Taklif bo'lsa, qilaveramiz, qo'limizdan keladi. Ammo zerikmaysiz buni qilib. Zerikmaysiz, hech ko'nglingizga tegmaydi. Bittasini qilsangiz, boshqa safar bunisini, bitta narsani takrorlayvermaysiz-da. Har xil narsa qilganingizga zerikmaysiz bundan hech. Gaplashib turib ham, o'qib ham bir pasda o'tib ketadi vaqt buni qilsangiz. Shuning uchun ham ayollar, kashtachilar, do'ppidozlar birga do'ppi tikishar ekanda, o'sha bir-biriga taassurotlarni ulashib, ishlarini ko'rsatib, to'g'rimi? Vaqt tez o'tadi. Ha. Vaqt tez o'tadi. Ya'ni tayyor bo'lib qoladi, vaqt ham o'tadi. Bu aslida professional hunar, lekin mana ba'zi opajonlar buni kundalik yumushi hisoblab bir pasda o'sha tikib, kundalik yumushlar qatoriga qo'shgan ekanda, bu ham katta gap. Ha, shunaqa. Shogirdlaringiz bormi? Siz ham kimgadir o'rgatib? Ha, bor. Mana bularga o'rgatyapmiz. Ayam ilgari bunaqa tikardilar, gulini tikardilar. Endi bizdan o'rganib, ikkita opa-singil biz qilamiz. Bizdan o'rganib, men qilib beraman deb, bunisini ayam tikib beradilar, yetkazib beradilar. Keyin biz opa-singil qolganini qilamiz. Qolganini biz o'zimiz davom ettiramiz. Bular qilib beradilar. Endi sekin-sekin qizimni o'rgatyapman. Endi bular yosh, hali jichani. Hali bilmayapti, endi sekin-sekin o'rganyapti. Farg'ona vodiysining boshqa do'ppilardan farqi, chust do'ppisi birmuncha baland va naqshlari aniqroq, yirikroq qilib tikiladi. U buklanganda ham o'z shaklini yo'qotmaydi. Meni onam ham yoshliklarida haligacha o'sha dastro'molchalar bor. Dastro'molchalarni, matolarni olib, atrofiga o'sha to'qib, iplarni to'qib, shokilalar ilib, bu ham hunar bo'lgan. Demak, haqiqatda oldin ayollar har bittasi nimadir hunarni egallagan, to'g'rimi, onajon? Mana o'zingiz yoshlik davrlaringizni eslab ko'ring. Biz ham qilganmiz o'sha ro'molchalari dalada yotardik yotoqda. Yotganda endi o'sha ham bekor o'tirmay kimlardir aniqladi, tikadi, kimlardir biz o'sha shing aniqlardik, mirishka derdi. Ro'molchani o'sha matoni chetlariga ha, shuna qilib biz ham to'qiganmiz. To'qishni ham aniqlaganmiz. Qilganmiz ishlari. Va har bir qiz hozir mana qizlar to'yi bo'lsa, dastro'molchalar tarqatadi bolalarga, dugonalarga. Shunday urf hozir ham bor, lekin ular bozordan sotib oladi, oddiy dastro'molchalar. Lekin ilgari onajonlar dastro'molchalarni o'zlari qilganmiz. Biz o'zimiz qilib o'sha biz dugonalarga, qizchalarga, siz aytganda anshilarga, keyin kuyovi o'rtoqlariga har xil qilib o'zimiz to'qib, o'zimiz to'plab shu kelinchak bo'lganda o'zimiz tarqatganmiz shu narsani. Bizda ham bor edi. birinchidan pul
ekonom bo'ladi, ikkinchidan o'sha ayol kishi hunar bilan shug'ullanadi. Shu hunarlar yo'q bo'lib ketdi hozir. Hozir menimcha hech kim dasturxonchi to'qimasa kerak. Yo'q, tayyor bozordan olib kelib berishadi. Ilgari ayollar yana o'sha sarpolarga nimalarni o'z qo'li bilan tikishgan? Sochiq tikkan, sochiqga naqshlari tikkanmiz. Chetida harflar bilan baxtli bo'ling, yurakchalar. Shunaqalari, qushlari, uzuk, shunaqalari sochiq tikkan, keyin palak derdi. Palaklari tikardi qo'li bilan, oldin ular ashulari o'zlari tikishardi. Demak, aytdim-ku, har bir qiz bu hunar bilan shug'ullanib, buni oddiy yumush deb hisoblab tikkanda va boshqalarga ham tikib berib, bu ham mablag' bo'lgan. O'sha kuyovga do'ppini kelin o'zi tikardi qo'li bilan oldin. Kuyov do'ppilari kuyovga, qaynotasiga, qaynukalariga hammasiga qilardi. Hozir bitta kuyovga qiladi, anasiga qiladi xolos deb. Uni ham buyurtma beradi ba'zi paytda. Ha, tayyorlab berishadi. Shuni bizlar. Va balkim yana shunday davrlar bo'larki, qizlarimiz mayli qaysidir kasbda faoliyat olib borsa ham, do'ppichilik, kashtachilik, shaxsan men o'zimda ham niyat bor. Nimadir hunarni o'rganib, bo'sh paytimda tayyorlab turish. Nima deysiz, bu qizlarga qanchalik yordam beradi? Bu qizlarga ancha yordam beradi. Yordam o'zlariga hunar bir joyga borsa ham bo'sh paytda o'shalari qiladi, boshqalarga o'rgatadi, farzandlariga u farzandlari o'rgansa, katta bo'lib bu hunar yo'q bo'lib ketmaydi-da, o'sha davom ettirib. Va mana shu hunarni o'zi bir qadriyat bo'lsa, hunarni o'zini avlodlariga, farzandlariga o'rgatish ham alohida bitta yuksak qadriyat hisoblanadi. Ha, o'shada qadriyat hisoblanadi. Shuni ham o'rgatsa, yoshlar esdan chiqmaydi. Va mana savolim Shohista opa, sizga ham do'ppi tikish yosh qizlarni qanday xususiyatlarni shakllantiradi? Sog'ligiga, zehniga qanaqa ta'sir qiladi? Masalan, mana qo'lda tikadi-ku, barmog'ini sezgirligi, motorikasi rivojlanadi, shuni aytib bering. Nima deydi? Hayotda har xil vaziyat bo'ladi, sabrni o'rgatadi, sabrli bo'ladi. Hamma narsaga sabr qilishni o'rgatadi. Keyin har bitta so'z ignani bir xil qilib urishi, hamma narsani bir xil tartibli qilib qilishni o'rgatadi. Keyin masalan ikkitasi tiksa, bittasiniki chiroyli chiqsa, bunisiga qarab havas qilib, nima men bundan qolaman deb harakat qiladi. Yaxshi ma'nodagi sog'lom raqobat. Shunaqa bo'ladi. Men bundan qimmatga sotdim, arzonga sotdim deb harakat qilishadi, bir-birlariga maqtanishadi. Men sotib mana bu narsani oldim, o'zlari uchun ishlatishadi. Qizlar ham o'zlarining xarajatlari uchun ishlatishadi. Albatta. Chust pichoqlari kabi chust do'ppilari ham O'zbekistonning jahon miqyosidagi tashrif qog'ozlaridan biri hisoblanadi. Namangan viloyatining Chust tumanida tayyorlanadigan bu do'ppilar o'zining ko'rinishi, sifati va ramziy ma'nolari bilan boshqa hudud do'ppilaridan ajralib turadi. Odatda uni ayollar mana shu kabi xonadonlarda oila a'zolari, yaqinlari bilan birgalikda tikishadi. Fatima, demak, bu yonimda o'tirgan inson sizning bujoningiz. Fatima, shunda necha yoshdasiz? 15 yoshdaman. 15 yoshda bo'lsangiz, mana bunday do'ppilarni jim maromiga yetkazib tikishni allaqachon egallagan bo'lsangiz kerak, a? Albatta. Tika olasiz, demak. Asosan mana hozir qo'lingizda ko'rdik. Siz bitta do'ppini boshdan oxirigacha qo'lingizdan chiqara olasizmi? Ha. Juda yaxshi, zo'r. Qanday qilib boshlangan do'ppi tikishingiz? Albatta oilangizda bor, lekin shunday bo'lsa-da, o'zingizning qiziqishingiz ham rol o'ynaydi-da. Necha yoshingizdan masalan urinib ko'rgansiz? 2-sinfligimdan boshlaganman. Demak, chamas 7-8 yoshlardan, a? Yaxshi. Birinchi nimalarni tikkansiz? Birinchi avval qog'oz o'rash o'rganganman, keyin tikish o'rganganman. Qog'oz o'rash degani mana bu qog'ozlarni o'rab, demak, bu birmuncha sal osonroq. Keyin mana shunday sekin-sekin bosqichlardan o'tib, hozir do'ppi tika olasiz, a? Maktabdan kelib, buvimga yordam beraman, yangi namunalarni o'rganaman, tikaman. Siz hali mukammal do'ppi do'zmansizda. Baribir yoshroqsiz. Siz uchun hozir do'ppi tikishni qaysi jarayoni juda ham qiyin? Naqshimi yoki mana bu choklarimi? Qaysisi biroz qiyinroq, shuni mukammal egallashim kerak deya olasiz? Ikkovini o'rnatish. Demak, bilishimcha mana bu joyiga, mana bu yeriga, mana bu yerda qiyinroq. Nimasi qiyin buni sizningcha? Buni o'lchab, keyin kesib, keyin buni o'rnatish sal qiyinroqda, vaqti ko'p oladi. Keyin tikish ham sal qiyinroq qilib qo'ysangiz, buzilib qoladi. Buni qiyshiq tikib qo'ymaslik uchun maktabda a'lo fanlarga o'qish kerak-da, bilasizmi?
Mana siz mana yoshsiz, hozir maktabda o'qiysiz. Maktabda qaysi fanlarni zo'r o'qish kerak? Do'ppiga ham shu yaxshi ta'sir qilishi uchun. Geometriya bo'lsa kerak. Geometriya. Chunki shakllar bilan ishlaysiz. Geometriya yanachi. Matematika. Albatta, bu ham hisob-kitob, yanachi. Rassomchilik bo'ladi. Gullarni tikish uchun. Juda yaxshi. Balkim kelajakda siz bir yangi naqshlar yaratishingiz ham mumkin-da, to'g'rimi? Mana qalampir nusxani ham bir necha xillari bor. Ularni o'zingiz ijod qilishingiz mumkin. Yanachi. Hamma fanlar haqiqatdan ham. Bir xillar o'ylaydi, men hunarmand bo'laman, yaxshi o'qishim shart emas, maktabdagi fanlar faqatgina o'qishga, oliy o'quv yurtiga kirishimga yordam beradi deyish mumkin, lekin bu menimcha xato. Haqiqatdan fanlarni yaxshi bilgan, hatto ona tili adabiyotni ham yaxshi bilish do'ppilarga ham ta'sir qiladi-da, to'g'rimi? Ko'p kitob o'qish, obrazlar bilan tanishish, tarixiy qahramonlar va tarixni ham bilish kerak, bilasizmi shuni? Siz qanchalik bilasiz tarixni? Yaxshi bilaman. Deylik, masalan, chustda pichoqchilik nechinchi asrlardan boshlab rivojlangan? 8 yil. Bilarkanlar 8-asrdan boshlab haqiqatdan ham va sizga o'xshagan yoshlar, qizlar, yigitlar do'ppi-do'zlikni, pichoqchilikni rivojlantirib, uni davom ettirib, mana shu asrlarni hali uzoq yillarga ko'chirishingiz kerak, bilasizmi shuni? Bu albatta mas'uliyat. Ana shunaqa gaplar azizlar. Bugun biz haqiqiy hunarmandlar oilasi bilan tanishdik. Namanganda bunday hunarmand oilalar ko'p. Ular hunardan unadi, hunarda baraka ko'p deyishadi. Darhaqiqat, hunari bor inson hech qachon qoqilmaydi. Biz mana shunday hunarmandlar oilalari ko'payishini astoydil niyat qilib, Chust tumanini tark etdik.